AI harness instrumentlar bor. Ya'ni misol uchun deylik Cloud Code yoki bo'lmasa OpenClaw yoki Hermes agentlar farqi yo'q. Kundalik qilmoqchi bo'layap turgan ishlaringizni aynan mana shularga xuddi bitta qoravoyga ish berib yurgandek ish buyurishingiz mumkin. Ya'ni qoravoy deganda men shun bilan nazarda tutyapman. 4 ta agentim bor ekan. Hozir men kundalik ishlatadigan birinchisi как sekretar sifatida ishlataman. Misol uchun Qo'qon shahridagi Shinam choyxonasining telefon nomerini bersam darrov borib keladi. Bunga arzonroq modellar bilan ishlayman va undan tashqari meni GitHubda 50 ga yaqin repolarim bor. Ya'ni repozitoriyam bular hammasi loyihalar, bittasi programmist. Mana shu narsalarda borib faqatgina ertalabda bug checking qilib keladi. Ya'ni muammolari bormi yoki yo'qmi shularni nima qilib keladi. Yana bittasi bor, ular content manager. U faqatgina 3 ta agentni o'ziga yig'ib oladi. Ya'ni bittasi o'zbek tili mutaxassisi bo'lib ishlaydi Gemini'da, yana bittasi u izlanuvchi, ya'ni researcher bot, u berilgan mavzular haqida maqolalar tayyorlaydi, boshqa shunga o'xshagan narsalarni. Va uchinchisi ularni hammasini mana eski Fikrbank saytimdagi o'sha 13 mingga yaqin gaplardan iborat meni o'zimni stilistikamga mos yoki mos emasligini tekshiradi. Bu meni kundalik, ya'ni deyarli har kun ishlatadigan, o'zim deyarli xabar yoki olaman yoki olmaydigan ishchilarim. Endi tasavvur qiling, biznes uchun siz nimalar qilib olishingiz mumkin. Ya'ni bu meni oddiy bitta shaxsiy hayotimni avtomatlashtirgan agentlar edi. Endi biznes uchun misol uchun marketolog sifatida bitta agent yaratasiz. HR, ya'ni sizni kompaniyangizga o'zini rezyumelarini yoki emailingizga rezyumelarini jo'natgan odamlarni oldingi eski topshirgan odamlar bilan solishtirib yoki bo'lmasa ularning qobiliyatlarini baholaydigan bitta HR yaratib qo'ysangiz bo'ladi. Dizayner va hokazo korxonangizda kim nima ish qiladigan bo'lsa, shularning hammasini agentlar yordamida siz o'zingiz uchun bitta virtual korxona qilsangiz bo'ladi. Tekst yozib, menga bitta chiroyli anekdot aytib beradigan narsa emas sun'iy intellekt. Sun'iy intellektdan instrument sifatida foydalanadigan payt keldi. AI Mastava kanali yoki bir foiz bilimga yozilib olinglar, xudo xolisi so'nggi yangiliklar bilan ham bo'lishib turaman.